Samoviy olovlar. Barchaga assalomu alaykum. Dunxo tahlil kanali va uz Extrail. Bugungi videorolikda juda noyob, kuchli, ongli olovlar, ya'ni samoviy olovlar haqida gaplashib o'tamiz. Ular ibtidoiy energiyalardan hosil bo'ladi. Kuchiga qarab tartiblanadi. Eng qudratlisi imperator olovi hisoblanadi. Bu olovlar nihoyatda katta kuch beradi. O'ziga xos qobiliyatlarni bag'ishlab, ayniqsa alkimyogarlar uchun, jangchilar uchun rivojlantirish manbai. Asosiy qahramon Xiao Yan shu olovlarni yig'ib, ularni o'zlashtirib, shu orqali kuchini olovli matra bilan birlashtirib, dovdiy darajasiga chiqadi. Battle Souls the Heavens, ya'ni osmondagi janglar dunyosida tabiat kuchlari tomonidan yaratilgan olov mavjud. Ular samoviy olovlar deb ataladi. Bu atama aslida noodatiy olovlar yoki g'ayrioddiy olovlar degan ma'noni anglatadi-yu, ha mayli. Samoviy olovlar dovchi energiyasi bilan hosil qilingan olovlardan ancha qudratlidir. Alkimyogarlar ularni ishlatganida dorilarning ta'siri kuchayadi, ammo bu olovlar nihoyatda yovvoyi, portlovchan va kamyob bo'lgani uchun hattoki topilgan taqdirda ham ularni yutish va boshqarish oson ish emas. Samoviy olov paydo bo'lsa, boshqa olovlar barchasi undan qo'rqadi va unga itoat qilishadi, chunki u olovlar podshohi hisoblanadi. Ular samoviy energiyaning sekin-asta yig'ilishi natijasida shakllanadi va har birining o'ziga xos shakli bo'ladi. Masalan, yashil lotus yadro olovi lotus shaklida bo'ladi. Ba'zi samoviy olovlar hatto his-tuyg'u va aqlga ham ega bo'ladi. Bunday olovlar olov ruhi deb ataladi va ularning aqli odam shaklini oluvchi yuqori darajadagi sehrli mavjudotlar darajasidadir. Samoviy olovlarni o'zlashtirish uchun kerakli narsa. Yao Laoning aytishicha, quyidagi usullar faqatgina 16-o'rindan past bo'lgan olovlarga ishlaydi. Yuqoriroq darajadagi olovlarni o'zlashtirish uchun boshqa yo'l kerak bo'ladi. Masalan, 14-o'rindagi yiqilgan yurak olovi, Xiao Yan unga 6-darajali yer ruhi dorisidan foydalanadi. Lekin baribir o'limga yaqinlashganda bu olov o'z joyida edi. Saylin yordam bermaganida u energiyani boshqara olmas edi. Qon lotus dorisi. Bu dori tanani tashqi tomondan himoya qiladi. U bo'lmasa hatto kuchli jangchi ham samoviy olovga yaqinlasha olmaydi. Muz ruhi, sovuq buloq. Bu tanani ichki tomondan himoya qiladi. Olovni yutish paytida tanani kuyib ketishdan butunlay saqlaydi. Qabul ruhi. Bu maxsus joy yaratadi. U joy samoviy olov saqlanadi. Agar bu bo'lmasa, samoviy olov inson tanasini butunlay parchalab tashlaydi. Samoviy olovni olish usullari. Birinchi usul juda ham kamyob bo'lsa-da, zo'rlab olish. Bu usulda olovni egasidan kuch bilan tortib olinadi. Agar olov egasi qarshilik ko'rsata olmasa, olov tanasini tark etgandan keyin odam asta-sekin o'ladi. Bu yo'lni ko'pincha yovuz odamlar ishlatiladi. Meros orqali olish usuli. Bu usulda avloddan avlodga o'tadi. Masalan, yonayotgan olov vodiysi. Shunday olov mavjud bo'lib, uning faqat vodiy rahbari oladi. Biroq olovni topshirgan rahbarning kuchi yarmdan ko'pga kamayadi. Ba'zan hayotdan ham ayriladi. Shu sababli bu usul xavfli hisoblanadi. Samoviy olovlar reytingida jami 23 ta samoviy olov ma'lum. Har biri o'zida kuchli va portlovchan narsani yashiradi. Bo'shliqni yutuvchi olov va poklovchi iblis lotus alangasi teng kuchga ega bunda. Samoviy olovlar reytingini sanab o'tamiz. 23-o'rinda sarg'aygan zulmat alangasi. 22-o'rinda 10,000 maxluq alangasi egallaydi. 21-o'rinda qayta tug'ilish 6 yo'l alangasi. 20-o'rinda ajdarho Feniks alangasi. 19-o'rin ko'k yashil lotus alangasi. 18-o'rinda shamol chaqmoqlar g'azabi alangasi. 17-o'rinda vulqon toshi alangasi. 16-o'rinda yondiruvchi bulut suv alangasi va 15-o'rinda dengiz yurak olovi. 14-o'rinda yiqilgan yurak alangasi. 13-o'rinda toshbaqa ruh yer alangasi. 12-o'rinda 9 chaqmoq ajdarho alangasi. 11-o'rinda suyakni muzlatuvchi alanga. 10-o'rinda 9 dahshatli shamol alangasi. 9-o'rinda 3000 samoviy alanga.
8-o'rinda Qizil Lotus alangasi. 7-o'rinda Oltin ajdarhoning 9 dahshatli alangasi. 6-o'rinda 8 yo'qotishning vayronkor alangasi. 5-o'rinda Tirilgan ruhlar alangasi. 4-o'rinda Oltin podshohning yonayotgan samoviy alangasi. 3-o'rinda Iblis Lotus poklovchi olovi. 2-o'rinda Bo'shliqni yutish alangasi va 1-o'rin Imperator alangasi, ya'ni Douche. Sizlar bilan Donghua tahlil kanali va UzExtreme eng muhim yangiliklarni o'tkazib yubormasligi uchun UzExtreme hamda Donghua tahlil kanallariga obuna bo'ling, like bosing va videorolikni do'stlarga yuborib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Osmondagi janglar animesini faqatgina sifatli ovozda va original formatda Banana TV ilovasi orqali tomosha qilishingiz mumkin.